Assalomu alaykum. Navbatdagi obyektimizni ishdan yakunlash uchun yetib kelganmiz. Bu yerga skromniy variantdagi high-tech dizayndagi darvozamiz bor. Mana shu darvozamizni shu joyimizga uстановка qilamiz va sizlarga to'liq obzorlarni uстановkadan keyin qilib beriladi. Inshaalloh jami chiroyli nejavekali variantdagi darvozalarimiz bir bo'lyapti. Videoni kuzatib boringlar. Mana darvozamizni ham uстановка qilib bo'ldik. Ko'rib endi o'zingizlar bitta baho bersizlar. Bu darvozamiz Toshkent viloyati Sergelida uстановка qilib berganmiz. Darvozamiz razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga adnalechkalar bilan qo'shgan holatda 4,80 sm bo'ldi va bo'yiga darvozani o'zini razmeri 3,70, 45 sm adnalechka qo'shib qo'shilgan. Shunda darvozamiz 4,15 sm bo'lgan. Kimgadir mana shu adnalechkali holat yoki adnalechkasiz holatda kerak bo'lsa, bemalol aytishlari mumkin. Menga adnalechkasi kerak yoki kerak emas desa, xohlashmasa bu narsani qilmasdan ham qo'yaveramiz. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa, shunaqa adnalechkali holatdan qilib beramiz. Kvadratasi 5-6 kvadrat qo'shilishi mumkin razmerlarga qarab. Hop, darvozamiz 2 qavatli o'rtalar shumkali variantida tayyorlab berganmiz. Ko'rtularda qora nержавейкаga qora kraskani sepib berilgan. Va o'rtalarga avvalgi holatda qilib, klientimiz xohishlariga qarab ruchkalarni tayyorlab berilgan. Kimgadir bunaqa ruchkani tekis variantdagi kerak bo'lgan bo'lsa ham, u narsani ham rasmlari bor, ko'rsatib o'zlari yoqqan variantdagi tayyorlab beriladi. Va yo'llarga lazerlisidan o'ydirib berilgan, holatni ochiq berildi, havo aylanishligi uchun. Kimgadir yopiq holatda kerak bo'ladigan bo'lsa, yopiq holatda ham tayyorlab beriladi. Endi darvozamizni bitta ochib o'qishni ko'rsatamiz. Bu darvozamiz 2 tabaqali bo'lgan. Agar kimgadir razmerlari katta bo'ladigan bo'lsa, отдельный kalitkada qilib tayyorlasa bo'laveradi. Bu hozir eni razmeri 3,90 bo'lganligi uchun ikkita kalitkamiz bemalol katta mashina ham sig'ib kira oladi. Bu darvozamizga Zuber zamokdan foydalanganmiz. Sinovdan o'tgan zamonda kimgadir boshqa zamonlar kerak bo'lsa, отпечаткali zamonlar, Face ID ochadigan zamonlar ham bor. Zamoklarimiz 100 ming so'mdan boshlanib $300 gacha mavjud. Nержавейкаdan qorasdan ishlatganmiz, bemalol xohlasa kачестволарni yaqinroqdan ko'rsatamiz. Ishlarimiz sifatiga ham va nержавейкаdan 0,8 ligidan qo'yganmiz. Bundan xohlasa qalinlari ham bor. O'rtacha holatdagi 0,6 ligidan emas, 0,8 dan foydalangan. Darvozamiz ochib yopilishini ko'rgandek, yengil holatda, unaqa umuman kuchdan ishlansiz bemalol ochib yopsa bo'laveradi. Darvozamiz o'rtasida senter ruchkadan foydalanganmiz. Buni qulaylik tarafi bitta bemalol yosh bola ham bemalol ochib yopib oladi. Darvozamiz orqa ko'rinishi holatda bo'ladi. Bu 2 qavatli variantga kelsa, kimgadir 3 qavatli variant kerak bo'lgan bo'lsa, o'sha qovurg'alar ko'rinmaydi, tekis seli holatda bo'ladi. Hop, darvozamiz 1 kvadrat metr 1,4 ming so'mdan 1,6 ming so'mgacha tayyorlasa bo'ladi. Materialni qalin yupqaliga qarab tayyorlab beriladi. Agarda bu dizaynda boshqa variantdagi high-tech uslubda bo'ladi, gulli variantda yoki savarqand yoki kovunli holatdagi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga ekranga raqamlar orqali aloqa chiqsanglar, ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. O'zbekiston bo'ylab xizmatlarni ko'rsatamiz. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan laykni bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, va xohlasa bundan ham chiroyli sifatli ishlarni chiqarishga davom etamiz. Kimga shunaqangi darvoza, perela, reshotka, naves xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga aloqa qilsanglar, ishlarni chiroyli va sifatli qilib qo'yningizdagidek qilib tayyorlab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.